Bemor shifokor huzuriga borib, bezovtalikdan shikoyat qildi. Qilmasa bo'lmaydigan bir dunyo yumushi borligini, lekin ulgura olmayotganini, ishlar kutib turmasligini kuyunib aytdi. Doktor so'radi: "Bu ishlarni boshqa odam qila olmaydimi? Yoki birontasi yordam bersa-chi?" "Yo'q, sira. Ularni faqat o'zim uddalay olaman. Boshqasi eplashga ko'zim yetmaydi." "Unday bo'lsa, sizga bir tavsiya yozib beraman", dedi doktor. "Unga to'liq amal qilsangiz, sog'ayib ketasiz inshaalloh."